1981 Krasnoyarskga 24 учебный korpusda radiolokatsion stansiya посадки samolyotov o'qiganmiz. Mana yigitlar, xudo xolasa 44 yil, 43 yil mobaynida mana qadrdonlar bilan mana ko'rishib turibmiz. Yaratgan zotga hamd sanolar bo'lsin. Mana bir-birlarimiz chehrlarimiz yaqin, mana yoshimiz 60 ga kirgan paytda mana ko'rishib turibmiz. Yoshlik bolalik paytimizda 18 yoshimizda birga bo'lgan edik. Men shu yo'sinda bitta narsa aytmoqchiman. O'sha xizmatga borgan paytimizda hammani esiga keladi. Bir mana bizni O'zbekiston tomonidan kimdir bitta soldatga gazeta borib qo'ygan. Shunda gazeta borganda shunda bitta she'r yozilgan ekan. Ana shu she'rni hamma yodlagan. Po'staman poyimda Sibirning qori, shimolning shamoli esadi muzdek, Farg'ona yozining tutdi xumori, quyoshdek bag'ringni sog'indim o'zbek. Endi yana shu o'rinda mana shu videoni ko'rib borayotganlar, bu videoni YouTube'ga, TikTok'ga taqdim qilamiz. Xudo xolasa mana shu o'tirishni ko'rayotgan birodarlar bo'lsa, bizning nomerimizga chiqsin, yana ko'rishamiz. Yana bitta narsa, yana biz o'sha uchibki korpusdan ketganimizdan keyin Xabarovskga bor, Xabarovskda Berabijjan, Berafel degan joyda xizmat qilganmiz. 83-yil may oyida shu Qo'qon atrofida meni qo'limga 3 ta yigit borgan. Shu yigitlarni oqtaryapman. Mobodo ko'rib qolsa shu nomerlarga chiqishini so'rayman. Salomat bo'ling.